Rost egasin tatumi? Rishalalarga o'xshab o'tirar ekansiz o'zingizdan. Hop, pulli gaplashaylik. Yaxshimisiz? Assalomu Va alaykum assalom. Salom. Charchayapsizmi? Shumi aytgan mashinangiz? Da, shu. Bali bu 21. Necha pul o'tdingiz buni narxini? 25. 25. Kelishtirib bersangiz kerak. Masalan? 23 lami. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Nega to'g'ri kelmaydi? Ko'chamiz mana masalan deb olib bordingiz qo'l bilan tushuntirib. Ha? O'zi bilim turibdi-mi? Qo'lingizga tatib o'zingizkimi? Birovni qo'lini yopishtirdim mana. Ya'ni tozasimi demoqchiman-da. Nima tozasi? Rost egasin tatumi? Rishalalarga o'xshab o'tirar ekansiz o'zingizdan. Hop, pulli gaplashaylik. Kelishtirib bering, chiroyli narx qilib bering. Yo, 23 bo'lmaydi lekin. 23 bo'lmaydi? Yo'q, bo'lmaydi. Hop, necha pul qilib berasiz? 23500 beraman, bo'ladimi? 23,5 ming beraman. Yo'q, 23 вообще bo'lmaydi. 500 qo'shdim. Yo'q. Menchu tez. Shunaqa откровенно gaplashish kerak-da. Menga narxingiz to'g'ri kelmadimi? O'shaning uchun o'ylayapman. Hop, 24 ming. Yo'q. Necha pul qilib berasiz unda? U faqat yo'q, ha. Bo'ldi, hop, men ham siz narxingizni olmoqchiman. Siz bilan tanishmoqchi emasman. O'shanga kelish. Sizdan tanishganda o'lib turganim yo'q. Bilaman, o'lib turmayapsiz. Men ham o'lib turgan joyim yo'q. Men ham siz bilan mashinangizni olgani keldim. Hop, qarang. Yo'q, 24 ming ham bo'lmaydi lekin. 24 ming ham bo'lmaydi. Qoplamaydi. O't berish kerak-ku. Hop, 25 mingdan tushib berasizmi o'zi? 20 necha pul? 24500 ga berasizmi? 24500 bersam, o'shanga rozi bo'lasizmi? Men shunga beraman. Shunga rozi bo'lasiz, to'g'rimi? Hop. Qarang, men sizga zaklatini beraman. Ertaga notariusda siz bilan ko'rishamiz. Soat nechida ko'rishamiz? Shu obedlardan keyin sizga telefon qilaman, lakasi tashlayman. O'sha notariusga kelsangiz, o'sha siz bilan ko'rishib olamiz. Shu, mana $100 yetadimi? Voy. Ha. Qo'shing yana. Necha pul qo'shaman? Yana 200 bering. Voy, qizlar, nima bo'lib ketyapti? Ishonish kerak-da. Voy. Ama sizga mashinangizni qo'shib pulni ham qo'shib berib Siz bilan notariusga ko'rishaman. Bil. Aman derski qiz ekansiz, lekin ma'ruf. Tatuingizga ishqiboz bo'lmang. Ertaga telefon qilaman. Charchamang.